teşkilligen bu ilmimine faaliyette Türk devlet fokustan birisi Kanada. Yani bir de onun için okşaş vakitte Azerbaycan Baş Ministeri Justin Trudeau bilen Chrysler Leland ikisi Council on Foreign Relations'da Uygur meselesi çıkanda tazı açık bir ifade bildirilgenmiş de ahvalda. Yani muştani göz tutup, Azerbaycan vaziyetini göz tutup bu yakında Amerika'nınki sabık Birleşken Devletler BDT'deki elçisi Samantha Power mundaq bir gapni qildi. Holding China accountable is Canada's moral and strategic interests. Xitoydan mas'uliyat so'rash Kanadaning axloqiy va strategik mas'uliyati. Bundan neydi? Bunun aqı ulab Kanadaning sobiq Adliya ministri bu Cutler Irvin Cutler. Deydi bu biz Xitoyning inson huquqlari defendisiningki türkisi yoki kömesi oladigan bir davlat bo'lishimiz bizga axloqiy vijdoniy mas'uliyat deb keladi degan gapni men tarjimasini ozroq o'zgartirib tarjima qildim. Mushundaq bir ahvollarda mush bo'libmi Justin Trudeau hukumati sahnaga chiqqanidan tortib hozirgacha Covid'ning oldida bo'lsin, hozir bo'lsin, kelajak bo'lsin, siz nimalarni ko'ryapsiz? Bu munosabat qanday ketyapti? Qanday bir amaliy pozitsiya o'tirib chiqish mumkin yoki bu Amerika bilan Xitoyni arasida qilib qolgan Kanada olib davom qilamdi middle power olib yoki Avstraliyaga o'xshab biroz bold bunday bir konkret pozitsiyaga o'tamiz. Nima ko'ryapsiz bir siyosiy kuzatuvchi bo'lsangiz? Ko'p rahmat Nuriy Turkiy efendi shu fursat uchun hamda qarindoshlarimizning Ramazon oylarining rahat ichida o'tishini umid qilaman. Ham qadr kechamiz yaqinlab qoldi. Qadr kechasida butun qarindoshlarning qilgan duolarining qabul bo'lishini, vatan, millat, xalqimiz uchun ko'plab duo qilishini ko'pchilik bilan so'rayman. Hamda Kanada masalasida hozir siz degandek bir qancha temalar, jon og'uchi temalar bo'lib Kanada'da her kuni talashlar chiqilayotgan temalar. Oldi bilan shuni muayyanlashtirish kerak. Kanada Uyg'urlarning do'sti bir davlat. Buni aniq nim qilishimiz kerak. Hamda Kanadaga nisbatan Xitoy yani bir fursat deb qaraydigan bir yüzleniş bo'libmi Donald Trump 2017'den keyin prezidentlik vazifasini o'tkazib olib, shu o'zining ittifoqdoshlari bilan bo'lgan savdo kelishimlarini ko'zdan kechirib qo'yib, bojlarni qaytadan o'stirib ba'zi bir davolg'ishlar bo'lgandan keyin Kanada bilan Amerikaning tijorati umumiy tijoratning 60%dan ko'pragini tashkil qildi. Endi Kanadaning Xitoy bilan bo'lgan tijorati bo'lsa, Kanada umumiy tijoratning aram 3%ni tashkil qildi. Lekin Kanada bilan Amerikaning tijorati giralishib ketgan, yana bir tarafdan Amerikadan andaq bir savdo jihatdan ba'zida andaq, ba'zida mundaq uzundan buyon davomlashib ketgan, masalan, naftani o'zgartirish, u bu degandan keyin Kanadada bir xil Amerikaga uzun muddatda agar shuni davomlashsa, biz ishinib shu o'zimizning iqtisodiy va kelgusi planimizni shu bo'yicha qila olamdik degan savol paydo bo'lib, shuna bilan boshqa bozorlarni izlash bir yuzlanish o'tirib chiqqan. Endi Justin Trudeau hozirgi bizning bosh minister xarakter nimasi bo'yicha aytganda, uni dadasi Pierre Elliott Trudeauning o'g'li. Pierre Elliott Trudeau Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatgan bosh minister hamda. Xuddi Amerikadagi Nixonga o'xshash. Justin Trudeau'nun shu saylan mezgilda Xitoyga bo'lgan hayronligini ochiq-oshkora ifoda qilganligini Kanadaliklar obdan bildi. Lekin hukumat boshiga chiqqandan keyin ishlarning o'zi o'ylagandek undaq gul bog'ichisi emasligini, Xitoy bilan bo'lgan munosabatning o dadasining Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatgandan iborat bir nimasidan afzallikdan foydalanib Xitoy bilan chiqish qilinmaydiganligini o'zimiz qilib yetdi. Bu mesela Xitoyga masalan tayinlagan bosh elchilari bo'lsin yoki Xitoy to'g'riliq bergan bayonotlari bo'lsin, doim yumshoq ton yoki yumshoq bir nimani yo'lni tutib kelgan. Endi Xitoydan orqadan mushidi Kanada.
Birinci mesele bulupmu o Huawei'nin maliye direktörü değil, hem de Huawei'nin kurgucusunun kızı. Yani Huawei'nin asaslık maliye emeldarı Meng Wanzhou. 2018 yılı 12. ayda Vancouver'da tutuldu. Bu naytı çoğun vaka. Yalnız Kanada için demez, Amerika için mi çoğun vaka, Xitay için mi çoğun vaka? Çünkü bu Meng Wanzhou Huawei'nin kara kutusu. Şu Huawei'nin Amerika İran'a koygan soda ambargosunu Xitay Huawei arkalı buzgan. İran'a pul yetkilgen şu kara kutudaki uçurlarının hemisi Meng Wanzhou'dan çıkıyor. Şunlaşka bu Meng Wanzhou'nu Kanada tutmadı. Amerika'nın talebi boyu tuttu. Hem de tutkandıkken Amerika Kanada'nı yalnız taşlap koydu. Xitay bilen Kanada otur dizdiye texmi bir baldak yukarı götürüldü ve Xitay mı Kanada'nın iki diplomatını bir qancha vatandaşını tuttu. İkisiga ölüm cezası verip icra kılmadı. Michael Sparrow ile Michael Korig de ikisi hazır Xitay'da naytı iğir evalda turlar. Bu hem de Kanada'da naytı bir taraftan cemaat bismi peyda kıldı hükümetke. İkinciden hükümetke mi biraz endiş peyda kıldı. Bu endişe eğer ben bir ay vizgerini artık koysam Navada Xitay ühtemlik kılıp mena diplomatlarımın ölüm cezası verse taşkı dünyada ben bunçolar kollaşka erişemesem ben Xitay vela yalnız kalsam Kanada'daki cemaat bisim bile hükümet tuturanmayım da Xitay'a nisbeten 2018 yılı 2019 birden başlap nayte bek ihtiyatcan korkak yolunu tutup geldi. Endi lekin şunda bolsa Kanada'nın Uygurlar meselesi de yana biraz aktif oldu. Mesela birinci kıtım Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uygur meselesini cezalarına otur koygan devlet Kanada. 2018 yıl 5. ay. 2018 yıl 8. ayda ananken Birleşken Devletler Teşkilatı'da mühim müzakere kıldı. Ananken mesela Beycan'daki elçileri olsun ve başkalar olsun asırtın çıkışlarını kıldı. Hem de hazır Kanada bilen Xitay oturdaki münasebette qandaqdı ticaret münasebet emas. İki vatandaşının diplomatlarının kurtuluş nemesi, sağ salamet Kanada qaytib kelish meselesi. Anadan keyin yana bir jihatdan özünün ticaret yollarını kengaytish. Hem de hazır bolsa korona virusidan keyin bu evvel tamamen özgerdi. Hazır Kanada'da şu cemaat fikrida Xitayga nisbatan yaxşı görmeslik 84%'den artıq. Xitayni favorable deydi, biraz yaxşı görüldüğün devlet qatarida insanlarına meyli var devlet deb qaraganlar Kanada nüfusunun 14%'di. Bu Xitaylardan biraz jiqroq %. Xitay nüfusudan jiqroq %. Yani demek ki Kanada'nın umumi Xitay yoki Xitayning atrofidagi devletlarning nüfusudan chiqarib aytganda umumi Kanada nüfusu Xitayni yaxshi ko'rmaydigan vaziyat shakllandi. Yani birisi şu Xitayga işlenmeydiğen şu cemaatinin raisini şöyle Xitayga işlenmeslik 88%. Yani Xitayning kişilik hukukda yoki bəgən söyleside yani Xitayning hiç qanday sözünü tutmaydiganlar haqida şu insanların Xitayga bo'lgan ishonchisi 88%dan Xitayga işlenmeydi. Bu shunday bir sharoitda hamda bayaqdan siz o'tirib qo'ygandek bu Kanadaning burunqi Adliya ministri olsun aynı vaqtda Ervan Kotler biz bilan yaxshi ishlaydi. Bu adam burunqi Liberal Partiyaning Adalet ministri, Adliya ministri, yani hozir Kanada hukumatiga ayt ig'ir bismillah. Bu bisim ikki tarafdan bor. Birisi Xitoyga uch oshkora qarshi turish. Yani Kanada Xitoy bilan unchalar do'stona emas, hozir munosabat nayt jiri. Ammo shuni uch oshkora ifodalaydigan bisim Kanada. İkinci bisim şu Huawei'nin Kanada'daki bunun keyingi meşgulat ilip birişi ve 5G internetini kuruş hakkında Kanada inip ifade bildirmey arı saldıqlıdı. Meydanın uçkıl degenmiş işki nesede Kanada'da iğir bisim var. Lekin Magnitsky kanunu Kanada'da allaqachon qabul qilinib bo'ldi. Yani Amerika'da mesela teşkilatlar bilan birleşip topshirgan tizimliklar ve şu Kanada hükümetiga topshirilib bo'ldi mesela. Jazolaydigan Xitoylar tizimligi. Hozir Kanadaning Senat ve nimada parlamentda ikki qonun haqida kuchayotimiz. Birisi Uyg'urlarning şu Uyg'urlardan organ ticaretini to'xtatish, cheklash.
Ona bilan qanmay Kanadalıqlar agar Xitoydan organ nima qilgan bo'lsa, bu organni iyoni qildi deb Xitoyliklar xohlasani iyoni qildi deb qaraydi. Bu organ iyoni qilguvchining kimligini to'liq aniqlash, hatto DNA tarkibini aniqlash. Bu kim o? Qaysi millatdan, nereden keldi, qancha yosh, mushu kimlik tug'izib shu organ iyoni qilgan odamni toki urutib qoldirishga buni surishti qilib, bu yerda bir mecburiyet yoki davlatning aralishishi bilan shunday mecbur şu organlarni seçishga mecbur qilgan avval bormi yo'qmi? Mush haqida organlarni yetkazishni cheklash qonuni hozir sanatda. Yana birisi mecburiy emgakni cheklash qonuni. Bu burun chiqqan qonunlar bor, lekin Uyg'urlarga qaratilgan mush narsami bor. Shunlashqa Kanada osti sirtdan yana aktiv. Masalan, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin, bayatın siz degandek mesela şu ministerlar yig'ini oldu diniy erkinlik to'g'risida. Ve şu Amerika Türkiye nesige tut devlet imza koyuptu. Kosova, Amerika, Kanada yana bir devlet var. Yani halkılık meseleleri Kanada yana aktif. Lekin hazır Xitoy bilan bo'lgan narsada Amerika bo'lib mummush munglanjo meselesi de Amerika biraz Kanadani yolg'iz tashlab qo'ygan avval bor. Yani eğer tashqi dunyodan bayatın Avustralya'nın Xitoy qarshi şu surish qilish talabini qo'llagan shunday kuchli talab bo'lsa, qo'llash bo'lsa Kanada bika Xitoy hozir hostage diplomasiyada Kanadaning diplomatlarini, aşağı turayotgan odamlarini maxsus Kanadadan cheklash uchun turmaga savoldi. Agar mush haqida shu dunyodagi Kanadaning kuchli ittifoqdosh davlatlari Kanadaning endi tug'an bo'lsa, Kanadaning qo'li texnik kuchli bo'ladi. Siz degandek hozir Xitoyga qo'rqmay gap qila oladi. Hozir Kanadada u nimalar besim ig'ir hukumatga. Nima deb san uch qilmaysa deb. Ammo Justin Trudeau'ning qo'rqaydigan yeri, men ovozimni chiqarsam, atrofimdagi meni bilan nima qilgan g'arb davlatlari meni qo'llamasa, vaqtida Xitoy yana u narsani olmayman, bu narsani olmayman, u bu degandek yana Kanadadami Xitoyning lobbiyalari kuchli singib kirgan avvallar kuchli. Kanada Ticaret Konseyi'deydi, Kanada Xitoy Ticaret Konseyi. Anadaki burunqi millet vekilleri yoki sobiq ministerlarni Xitoy o'zlarining cho'ng shirkatlariga oylik maosh berib, ko'rsatmalik o'simi o'ltag'izib qo'ygan. Shunaqa avvallarga anadaki o'quvchilar masalasi, xalqaro o'quvchilar deganda Kanadaga har jihatdan besimlar bor, lekin eng muhimi ittifoqdoshlarning masalan Yevropa Birligi, Amerika qatorliq davlatlarning şu Kanada'dan Xitoy görev algan vatandaşlarını kurtuluş haqida kuchli bir siyosiy maydon bo'lmoqni uchun Kanada biraz ara saldi. Sizce bu ikki Michael'ning turmoq kirib qilishi, bundan keyin bu Kanada Xitoy munosabatida Uyg'ur meselesining Sharq Turkiston meselesining hal arzudagidek yarki demasligida shu O'sanjan deyilgan ma'milasidan Xitoy to'mirini tutib oldi, suvning jilmasiga belgi qo'yib oldi, qattiq inkos chiqmaydi ekan degan mushtaq ta'sirini ba'zilab qaramsiz. Ikkinchidan qisqa javob bersangiz yaxshi bo'ldi. Ikkinchidan bu nima Kanada Magnitsky qonuni mavjud bir davlat. Hozirgi shunday bir siyosiy afzal muhitdan, jamoat fikri o'zgarayotgan bir muhitdan foydalanib şu Magnitsky qonunini emilleştirish mumkinchiligi bormi Uyg'urlar xizmat qildirib? Ko'p rahmat. Endi O'sanjil mezgilda O'sanjil masalasida haqiqatan Kanadaning shu vaqtlarda 2006-yildagi gaplar chin to'mida Kanada o'zicha buni dastlabida Xitoyning gapiga ishini qildi. Biz O'sanjilni O'zbekistondan qaytarib nima qilamiz degan gapga keyin qaytarib olgandan keyin Xitoy O'sanjilning Kanada vatandaşlığını e'tirof qilmadi. E'tirof qilmadi, Kanada hozirgacha tashlab qo'ymadi-yu, lekin natija ololmadi hamda. Bu masalada Kanadaning haqiqatan Xitoyga o'jatdan gap o'tmadi. Bu endi hozirgi nimalarda bizning ilgari surayotganimiz bu, agar O'sanjil masalasida Kanada o'z vaqtida ching to'g'an bo'lsa, ishga Michael masalasi o'tirib chiqmoqda. O'z vaqtida o'zining vatandoshini bütün devlet imkanlarından faydalanıp Xitoyga besim qilish o'rniga, ya'ni Kanadalıklar biraz edepli insanlar bu başka diplomatik chiroyli gaplar bilan uni qoyil qilib tutqizib olamiz dedi, lekin Xitoyni tushunmay qoldi. Hozir ham Xitoyni tushunish belgilik seviyaga kelganda bo'lsa, vaqt o'tib ketdi, fursatlar kechib ketdi.
Hem de bu hakkında tanıklarımı iğir. Hüseyincil meselesi de Kanada'nın bir yerde asaslık tankını aslında Xitay qilish kerak. Kanada mesela Stephen Harper'ni öz vaqtida Hüseyincil haqida qilib kuchli endi bosh minister. Biz o'zimizdan qadr qimmatini olmaydi dollarga, yani dollarga almashtirmaymiz degan qilib kuchli gaplarni dedi. Ana o'tgan hatto 2000 Beijing Olimpikini Kanada hukumati boykot qildi. Hukumatida qilishlarni qildi, lekin mesele Xitay Kanada'nın Hüseyincil'in Kanada vatandaşlığını itiraf kılmagaçta consular access deyimiz, konsuldakilarning nimasi chiqishlarga ruxsat qilmadi. Bu meselenin bir eslab o'tish tarafi shu, lekin Kanada hozirgacha 30 yilligida bor Xitoy bilan surishti qildi. Endi Magnitsky meselesida allaqachon men deganday shu 1-ayning 17 kuni Tashqi ishlar ministerligida shu sanction division deb şu ambargo diviziyası da diviziya varken şunun ichki yig'inga qatnashdik deb taklif bilan. Shu yerda Tashqi ishlar ministri muavini bilan 3 soat shu masalalar muzokara bo'ldi. Anadaki shu Magnitsky qonunni Kanadada tanıştırılıp şu qonun bo'lishi kuch chiqargan bayatın siz tilg'aga Irving Kotler. Anadaki onun bilan birga mush ishning kompaniyasini qilgan Markus Kolgar degan estoniyalik lekin Kanada tug'ilib o'sgan Uyg'urlarning do'sti Pat gazetini biladi, mush haqida bir maqola yozdi. Hozir shu McDonald Lawyer'da Kanadaning eng muhim Xitoy ishlari bo'yicha think tank tadqiqot markazi Apple omburida ishlaydi. Shuni bilan men qatnashib shu tizimlikni berdim va yaqinda tizimlikni biroz update qilsanglar deb şu 3 hafta oldu. O tizimliklerini kayıt yolladı. Yani Kanada o Magnitsky kanununu icra kılmaz fırsat kütüvatıdır. Kolda tizimlik var. Kanun teyye. Kanunga bir çıkış, yugurishdan burun bir çıkış gerek var. Aşında bir fırsat kütüvatıdır da karayman. Bu mesela nimede şu hazırgacha şu lager meselesi çıkanırken Kanada'da 6-7 kıtım parlamentda nima o'tkazildi. Hearing. Mushu hearingdan asosli o'tirib qo'yilgan narsalarni bilsin Magnitsky qonun. Shunlashqa buningda bir pustikasi bilan uni e'lon qildi deb qarayman. Rahmat. Ahmetcan efendim sizga kelaylik. Bu nima bu yillardan bu Yaponiya Amerika munosabati ko'pincha vaqtida Xitoy bilan bo'lgan munosabatni markaz qilgan holda davom qilyotdi. Gerçi Japonya'ya özel altında Amerika atom bombası taşlap Çin Dünya Uğraşı'nın akıllışı olsağın bir müştakil gayet münasebet olsun. Hazır Asya'daki en yakın farklı şey hesaplanırdı. Avustralya'nın hesaplanmağında. Yani müştakil bir nazik münasebetinin ki hazırki ahvalını bu Shinzo Abe ile Trump'ın dostlarlık münasebet Xitoyga qarshi turishga ishlatiladigan bir munosabat deb ko'ramdik yoki buning boshqa sabablari bormi? Masalan, Trump saylan tugab uzun o'tmay Avstraliyaga kelib yerlashishni oldida hatto Shinzo Abe New York kelib ziyorat qildi. Yani bu munosabatning qanchalik muhimligini shundan ko'rib olamiz. Endi hozirmi bu supply chain deymiz, shu Xitoyda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni sökep etkisi söhbetidimi? Yani yapın aitli muhim rol oynatkan dünyadaki pek çok iqtisadi geldiğinin biri boğuş sütüden aitli aktif müştak bir nimede turvatıdır. Bununla başka bu Uygur meselesi de mi? Amerika ile birlikte bu Xitay çıkargan sahtı ixtilafının kurbanı olması garip ellerle birlikte bu ceza kamplarını, topluma ceza kamplarını takaş hakkında imza koyan tüm garip elleri bulmayan bir devlet. Yani muşindak akvalası da bu Uygurların ki geleceği Xitay yapın münasebeti de olsun, yapının münasebeti Amerika'dan boğan münasebeti de olsun, nayet kızgıdığan bir mesele. Şunu muşinunda eğer sağlısınız, küçükten ötmüşünü anlatsanız yakşı ama gelecekte hazırmış şu Covid'in kinki, bazıları bu Covid tügeydiğen bir şey emesini davet ediyor. Belki mengülük hayatımızın bir kısmı oluşu mümkün değil de AIDS kesili olacak. Tügide değil, tügide bir kontrol etkendikin bu münasebet neye vardığı durdu. Burunqadan küçük bir pozisyaya gitemdi, bu bir radikal bir pozisyonu körü atamdı. Cemaatçilikte kadar fikirler bu atıdı, opinion leader deyimiz şu
Hep gipini ağız kulak saldığı insanlar nimeler deyişiyordu. Yapılıklarının planlarını bek biliş asan emez. Ya teorisi atın nim pulga yerler su kesimi cırlamaydıgan bir millet. Hem siz nimi körüvatsızını bilgimiz almışsınız. Onu düşüneceğim bu. Oldu, rahmet. Ben aldığından bundan ekranlara çıkışım tunca menimki. Bu ekran arkalık barlık. Ekran aldıda aldırmışım körüvatkan kayındaşlar var. Yapın senin salam yollayına. Ben üzem bu halkara münasebet yak siyaset bu ilimdeki kesbe emez, kesbe ehli emez. Şunda bolsun uzundan buyan bu şey yapın yer yaşap yapın Xitay münasebeti bolsun yoki Uyghur meselesi bolsun. Bunu da katkı kilatkan bir Uyghur bolu sütün bilen üzemdeki his kılganlarını, bilgenlerini o katlaşa. Degenimizdek Yaponiya özü küçük bir devlet ama dünyadaki 3 çoğun iktisadi gevrinden birisi yani. Tehi yakınlıca bir 8-10 yılın aldı da iki çoğun iktisadi gevrinden birisi Xitay aldı ülken oldu. Hem de Yaponiya bu devlet bexaterligi yoki rayon bexaterligi bu noktadan algan çağda Xitayni egizini demeydi o ama Yaponning mayli fuqarolari bo'lsin, mayli hukumat odamlari bo'lsin, mayli jurnalistlar bo'lsin, bular Xitayni bu Yaponiyaning davlat bexaterligi yoki shu Osiyo Tinch okean rayonining bexaterligi uchun bir tahdid deb hisoblaydi. Bu narsa aniq. Buni faqat yaponliklar egizini olmaydi, ichida biladi. Anından keyin yana bir jihatdan bu Amerika Yaponiyaniki shu Yaponiya hamda Amerikaning shu Osiyo Tinch okean rayonidagi eng chong ittifoqdoshlardan birisi. Eng chong harbiy bazalari ham shu Yaponiyada. Shu Rossiyadaymiz, Shimoliy Koreya, Xitoy, Tayvan bu atroflarda bir ish bo'lib qolsa, oldi bilan shu masalani hal qiluvchi mesela arkadaşlar alkılmış rol oynadığı Japonya turşuk bir bazı oldu. Muşla alkılıdı. Muşun üstüne çağda bu Japonya bilen Amerika buna ait bulanın ittifaklığı rayon bir hatalı için mühim. Bunu yapıldıklarını şuna bir cihetten Xitay bilen uç kaşkarı Türk karışıp ketmezlik bulanın tutkanı böyle. Yeni bir cihetten Amerika bilen bulan ittifaklığı kadem küçük, müstehkemdir. Muşda bir siyasetin yürümüzü kili vardı. Endi bu Xitoy bilan bek uch qashqari Xitoyning bag'an siri bulutning Xi Jinping hokimiyatni olgandan keyin bag'an siri mustabidlashib bag'an siri to'simiz bo'lmaydigan bir yo'nalishga ketayotganligini hammamiz bilaylik. Ammo bu uch qashqari Xitoy bilan qarshilashishdan qochiradi bular. Bundan bo'lishi buningki Xitoyga ba'zi ehtiyojlari bor. Bu nima degan chog'da buning birisi cho'ngroqlardan birisi Shimoliy Koreya masalasi. Shimoliy Koreyadan Yaponiyaga keladigan yadro tahdidi bor. Endin bulan 30-40 yıldan bu yan kaydırıp alamayotgan nurg'unlagan fuqarolar, göğrü tutuqliq fuqarolar Shimoliy Koreyada. Bu masalani hal qilishda Xitoy bilan hamkorlashishga ehtiyoj bor bularniki. Bu jihatdan Xitoy bilan belki qapirishib ketishini, belki uch qashqar tirkishib ketishni saqlash kerak deydi siyosetchilar. Yana bir jihatdan Yaponiya endi bilib bilmay özünün xamashya chiqmagan bo'lganligi uchun bu butunlay texnika bilan sanoat bilan o'tirayotgan devlet texnik hech qanday boylik chiqmaydi. Bu o'zi bilib bilmay yillardan buyon bu shu xamashyaning mutlaq ko'p qismini andan keyin sanoat mahsulotlarining ushoq zapchastlarning mutlaq ko'p qismini Xitoyda ishlab yoki Xitoyda kirgizib shu orqali mahsulot yasab dunyoga setib iqtisodiy o'tirayotgan bir devlet. Hazır qarasak Yaponiyaniki bütün sırtı eksport qilgan, ishlab chiqib sotadigan, dunyoga sotadigan mallarniki 20% ortig'i Xitoyga sotadi ekan. Kirgizadigan zapchas, sanoat mahsulotlarining ushoq zapchaslari yoki Yaponiyaning sirtida ishlaydigan, boshqa davlatlarda ishlaydigan sanoat mahsulotlarining 20% ortig'i ya'ni Xitoyda ishlaydi ekan. Bu yer bek Xitoy bilan bek yomonlashib ketsa, bu iqtisodga darhol tez ketadigan. Andan keyin masalan Xitoyda bir cho'ng o'zgarish bo'lib, yoki Xitoyda yoki Tayvanda yoki Shimoliy Koreyada bir cho'ng o'zgarish bo'lib, nurg'un ko'chman oqadigan sirtqa. Bunda bir ish bo'lib qolsa, oldi bilan bu ko'chmanlar Yaponiyaga besib keldi. Buni bilib turib. Shunga Xitoy bilan ochiq tirkishibda qarshilashib ketishdan biroz saqlangan asosda ikki jihatdan xalqaro bilan bir sep turup bu Avrupa şu G'arb davlatlari bilan bir sep turup BDT'den cho'ng so'rinlarda deydiganni deb
buna qilish. Bu Yaponiyaning tutib kelayotgan siyosati. Uyg'ur masalasi de mi o'xshash? Uyg'ur masalasi de mi bilyotidi, biladi, hammasi biladi. Bo'lib shu bosh ministr Abela bu eng yaxshi biladigan Uyg'ur masalasini yaqindan cho'ng bilib kelayotgan bir odam. Ammo bular o'xshashlar Uyg'ur masalasi de mi Xitoy bilan bevosita chiqib ketmaslik, astiribdan qo'llash. Mesela BDT'daymiz bayan deb o'tdingiz 2018-2019 ikki qatim BDT'da shu Xitoyga qarshi shu bizning jazo lagerlarini ayblab uni taqashga chaqiriq qilgan bayonotlar bo'lsin yoki bo'lmasa imzoli xatlarga bu Osiyoda tunji bo'lib Yaponiya ikki qatim buni qo'l qo'ydi. Ondan keyin bu ministr Arabiya o'zi Xitoyga borgan chog'da tilga oldi bu masalani. Keyin 2019'da Osaka'da 20 davlat başkanlarının yig'ini bo'ldi. Bu yig'in jarayonidami buni bevosita degan tilga olgan uchurlar bor. Undan sirt bu odam o'zi balkim xabarlar bor. 2007'da Rabia Qadir xonimni o'z uyida ayrim qabul qilib 2 soatlik Uyg'urlarni o'z uyiga chaqirib uyida men bor shu chog'da ayrım evvellaşkan kim Hujintav geldi 2008'de Hujintav'a bevosita tunji qatim tarixda bizning bu tarixchimiz to'xtamuz bizlar bu odam Tokio universitetida o'qiyotgan chog'da tutilib ketib Xitoy buning uchi bo'chirgan qalpoqlarni kiydirib turmlarda o'zini yetib ketdi. Hujintav'a bevosita bu odamni xato qilgan. Bunlar qilsam bo'lmaydi. Bu bir ilm odami. Buni qo'yib o'tishing kerak degan talabni bevosita Yaponiya kelgan chog'da bevosita degan ham shu masalani shu gapni degandan keyin to'xtamuzatniki avval zo'r o'zgarish bo'lib keyin hatto buni turmani qo'yib berilishi ham shu odamning gapi hal qiluvchi rol o'ynagan degan fikrlar chiqdi. Nima desa endi Uyg'ur masalasida o'xshashsa Xitoy bilan bevosita tirkishib ketmaslik, ammo yangichidan qiladigan ish bo'lsa, yangichidan qo'llash, bostirib BDT degandek misol cho'ng xalqaro so'rinlarda Uyg'urlar tarafida turish, ularning tub siyosati shu. Andan keyin Uyg'ur faoliyatchilariga har vaqt bular bilmaymiz Xitoy qanday qarshilik qilsin, parvoyi palak Uyg'ur faoliyatchilarininki bu Yaponiyada erkin faoliyat olib berish har vaqt ishiga kechirlash. Bu masalan eng oddiy bir misolni olsak, Xitoylarninki Xitoy bilan Yaponiya orasida yiriklik 2000-yillardan boshlab yiriklik kuchish boshlab toki 7-8 yil qadar aralıqda ikki davlat boshqalar bir-birlab uchrashmaydigan ishlar davomlagan. Bu 2018 kelgan chog'da Xitoy Amerika bilan tirkishib qilib, misol o'sal avval tushib qolgan chog'da Yaponiyaga yiqilish yo'lini tanlab, yana qaytadan misol boshliqlar ko'rishsa degan talablar bilan keyin berish asli keldi. Endi asli kelib bu yil asli 4-oyda bu Xi Jinping Yaponiyani ziyorat qilmoqchi edi. Bu korona sababidan u to'xtab ketdi. Biz bu Xi Jinping'ninki Yaponiya ziyaratiga udullab Dolqunay Efendimni Yaponiyaga ziyoratga o'rlashtirgan. Xi Jinping'ning ziyoratini ikki burun kelib parlamentda ministr darajalik muhim odamlar bilan bir necha uchrashuvlar kelib qolmoqchi. Bunun Xitoyninki qarshilığını biladi, ular biladi Xitoyni qarshiligi. Ammo buningga Xi Jinping kelgan udullab bu ishni biz talab qilgan, buningga hech qanday qarshilik bo'lmay bo'ldi deb shu o'rlashtirdi. Bu narsa Dolqunning aeroplan ucholmay to'xtab ketib qoldi. Demak, gapni yig'sak, shunday endi bularning siyosati Xitoy bilan ochiq oshkora kirishib ketmaslik, ammo astirdan Uyg'ur masalasi bo'lsin yoki Amerika bilan bo'lgan ittifoqlik bo'lsin, biz tarafdan endi shunday. Bunga bir yaxshi ma'lumot berdingiz, ko'p bilmagan narsani bilib oldik. Ammo shu munosabatlik bir ishga qo'shimcha savol bor. Birisi bu yaponliklarningki Uyg'ur masalasiga tutgan pozitsiyasi Xitoylar bilan bo'lgan tarixiy bu o'chmanlikning asosidagi millatchilik nuqtai nazaridan bo'layotgandi, insoniyat nuqtaidan bo'layotgandi, tashqi siyosat manfaatidan bo'layotgandi. Bu bir tar millatchilikmi yoki bu boshqa turli ko'rgin olgan bir masalami? Ikkinchidan, mushundaq agar buni bir davlat sistemidagi o'zgarish, davlat sutidagi bir axloq burchi deb qaragan ahvol ostida bu Yaponiyadagi Uyg'urlarda
muşuna basınçallık var mı? Mesela bugün kadar ben Uygur paliyatçılığına kögensiz 3. ya 4. Uygur. Bizim vatandın 80. yılların tartı Japonlar, Türkümler edem çıktan. Bunun en cevheri yazı turmada, cevherlerden biri turmada Taşbulat değil. Yani muşundak terbiyelengen, muşundak malumatlık bir Uygurların cemaat ortaklaşkan yerine neymiş ki? Başka devletlerde bir kesleşken, sistemlaşkan bir Uygur hareketi oturga çıkamalı. Buldu. Bunun da birisi yapılalı neymiş ki? Kaysi noktadan bu Uygur meselesiye istaş kılı degende yapıllıkla birisi tarihi cihetten muşu birisi Buddizm endi Japonlarga Uygurların takalgan degen karaş keng mumlaşkan Japonya'da. İkinci birisi bula hazır endi mümkünçiligi yok aldı. Tabi yakın yıllarca bula İpek yoluga pek kızıkıpçı. Muşu İpek yolu sayati, İpek yolu münasebeti bilen bu vatanga berip keldiganlar tavqalat jikti. Muşundan bu başka bu Uygur medeniyeti bilen Uygurların huypaylı bilen uçuruş imkanları belki başka çetelikten seliştirgan çağda biraz köp bildiğiniz için bu yapılıklarının ki. Şuna Uygurlardan bu berişkiliş kılgan çağda Uygurlar özü nayeti mihman dostu küçakçak bağırken muşta bir halık. Muşu berişkiliş jarayanda mı Uygurlarınki medeniyetleri, örf adetleri bu nesle yapılıklarga nayet yakşı təsirlerini bergen dep qarayman. Muşu noktadan anandan keyin Yaponya'da 70-80 yıllardan keyin nurgun ziyalilar okudu her qaysi üniversitelerde. Bunun bir kısımları Amerika, Avrupa başka devletlerge ketken boldu, bir kısımları vatanga qaytkan boldu. Ben nima bolsun Yaponya'da okugan ziyalilarnınki Yapon cemiyetine kaldırgan tesiri, bulara bergen tesiri yaxşı. Xitaylar 1 milyon Xitay var Japonda. Ama şunun uçuşluk her xil cinayetlermi şunun uçuşluk var. Ama Uygurlarda bunda kalıcı cemiyet naçar bunda bir Uygur'un yüzü tağışıyorlar. Bunda bolmuğur, bunda kışlar Uygurlar yok asasen. Sapası yok yani. Şuna yapılı tar milletçilik nemesinin emez. Elbette Xitay'a ölçü gidin. Xitay'dan başka hem herhangi bir vasıtını kolunu turup Xitay'ın açığını asat deydiğen uçuğu çıkan milletçilerin yok emez var. Ama normal insanlar, mutlak köpten normal insanlar bunu insanlık noktasından çıkıp bu meseleye kıldı. İstaşlık kıldı. Yani bunu kıstırıp öteyim. Şu Avrupa, Amerikalarda kadar bilmeyim. Japonya'da siyasetçiler belki bunun kol tıkıp arlaşıp hem de siyasetçilerdeki bir taşkı dünyada bulayotgan meselelerge belki aktif kol tıkıp arlaşıp tüketmesi bu bir Uygur meselesi emez. Japonya'da mayli Tibet olsun, başka meselesi olsun, Rohingya'nın meselesi olsun, Suriye meselesi olsun. Taşkı dünyada yüzyılotgan meseleleri karta o parlamentada talaşlar çıkılıp kanun turguzup onu kıldıran bir medeniyet yok hem de bunlarda. Ama adetli pukralarının arası da naydi istaş güçlü kendine partiyesi. Anladın yine hem de ikinci sualınız mı? Japonya'da şunçılık Uygur oku diye şundak turup demiş ki siyasi faaliyetle kendi ayırdı. Unlaşmadan diyen neresi çeygen çağda. Birincisi bunun tüp sebeplerinin birisi Japonya'sı köşmen anmaydıgan bir böyle. Japonya'da Truvat'tan Uygurlarının ki mutlak çok kısmı tekilmiş 73 yılgacha Xitay pasportu bilen turadi. Xitay pasportu bilen turup Xitayga qarshi harakat qilish bu nurgun insanlarga nisbatan qolaysizliklarni tug'dirdi. Andan keyin Yaponiya köşmen almaydi. Hozir mi almaydi köşmen? Köşmen almag'achqa bir bexatarlik masalasi bor. İkinci bir qism mutlaq ko'p qism Uyg'urlar bitgandan keyin vatanga qaytaman degan arzu bilan chiqqan ham shu vatanga qaytayotgan odamlar ait ko'p dedi. Shu munosabat bilan yana qaytsak bu avarsizlik bo'lgan bo'lgandan keyin belki siyasi faaliyet belki ilişkilenmeyen hem de şu iki sebeplerden şu. Hem de yakınki bir iki yıldan bu yana bu evvelde hep çok özgürlük var. Hazır bizimki Japonya Uygur cemiyeti de mu burun yapıllıkla köprek boğan bolsa hazır Uygurlar köp hem de. Anladığım için böyle aşkar yuşurlarla çıkıyorsun. Bu faaliyetini kollatıraraklar günlükler köpü var. Endin mesela bayamçılığı elip öttüğünüz Taşbulat deyip bakımız başçılığı da Japonya'da nurgun serhil ziyarıyla yetişip çıkan bola kiyin vatanda asas taşı vatandaki mühim ilim orunlarını başkalan, manguzgan mühim adamlar.
Muşularning masalalarida bayan korona sebebinden to'xtab ketgan faoliyatimizning birisi do'konning faoliyati dedim. Yani birisi biz 3. ayda Xi Jinping'in kelişiga ulgurib mushu Toshpo'lat deb akamizning masalasini asos qilib turib Yaponiyada o'qib qaytib ketgan ko'p sonli ziyolilarning ahvolini bir cho'ng xalqaro ilmiy mulohaza qilib xalqaro kechirim tashkiloti va Meiji universiteti bilan birlashib bir cho'ng faoliyat o'tkazgan. Shu Xi Jinping kelishib oldik urinib. Bunun şu virüs sebebini keşif edip kaldı. Muşunda bende. Rahmet. Nurgül Hanım şu ceza kamp meselesi oturup çıkandan keyin insanı nait endişki saldıgan, huzurunu buzduğan bexatar his kıldırmaydıgan haberlerini anlattınız. Bulutmuş Avustralya'daki Uygur vatandaşının aile talabat bizden bilişimizce hazır 5 Avustralya vatandaşı bu vak Xitayda çıkarmak kapsılıp kalgan ahvalda. Az degende 15 yakın müddetsiz turuş imtiyazı erişken Avustralya Uygurlar var. Hatta bir netisi Xitayga ziyaret kılıp tutulup kalgan ahval var. Sizden için bu başta katlıqırak mamul kılgan bolsa Avustralya hükümeti çıngırak kılgan bolsa bu işini yakşak alkıgın olamdı. Bir sual. Anladaki ikincisi Avustralya'da bu Scott Morrison'dan Donald Trump'tan münasebet yakşı boğa çıkan şunda katlık mamul kıvatı demdi ya ki bu opinion leaderlarında objektif oylaydıgan fikir sahiplerinin arasında bu keçikken bir mesele deydigan gösteren şeklinde otan. Bu meselege men aldığım yıl 2. aydan tatıp hem de üzem göz kulak kulak üzem arız şükürlü atkan iş. Bu mındaq bir mındaqça aytkan çağda bir çögün bir kıtım kaynap to'xtab qalgandek bir ahval var hazır. Bu iş aslında nayt kızlık başlanğan vaqtida şu vaqtning o'zida Avustraliyada asosan Xitoy hukumatiga pek uçqashkara cho'ng ko'lamda mındaq norozilikni bildirmayotgan yoki o'ziniki fikrini uçqashkar demayotgan asla ahvol batdi. Yani biz hükümetten aytaylıqqa qattiqroq gap qilgan bo'lsa yoki shuni qattiqroq ma'mul qilgan bo'lsa, bizning vatandoshlarimiz, bizning qarindoshlarimiz qaytib kelgan bo'lsa degan nurg'un fikrlarni berib ketdik. Lekin endi u fikrimiz hatta shu bizning tashqi ishlar ministrining ishxonasi shu qishidagi odamgacha bordi. Hatta o'zigimi bordi u. Şu vaqtida mening farzimda bu siyosiy jihatdagi sharoit pishib yetilmagan deb qarayman. Shu vaqtida bizniki masalasimizni darhol o'tirg'a qo'yib, uningki bizni agar Xitoy u masalani hal qilib bersa, Xitoyninki yana bir boshqa bir Avstraliyaga tushgan hojatini o'ydisidan chiqib mındaqça aytganda bir almashtiradigan aşna bir narsa bo'lmay qoldi o chog'da. Keyin bu ish o'zgarib, andan keyin butun shu Xitoyning ichida qovulib qolgan bizning qarindoshlarni ikki guruhga bo'linib qoldi. Birisi citizen'i bor, o'shaning Avstraliyaningki grajdani bor, yana birisi permanent residency'si bor. Bu mangulik yashab turish huquqi bor. Unda qilgandan keyin bo'lishlik sababini men uni şahsen özüm onun to'g'ri tushunmadim. Nima uchun deganda bir davlatga, masalan, Avstraliyani 100 ga yaxshi emas. Masalan, Avstraliyadan 20 ga yaqin odam Xitoyning ichida lagerning ichida, ba'zilari hatto uyning ichida house arrest deydi. Uni ashunaqalarda qovlab qolibdi desa, Avstraliyaga nayt sat yo'q bu ish. Unda qilganda ani ikkiga bo'lib etsa, citizenga o'ziniki grajdaniga ega chiqdi degan bu Avstraliyaga nisbatan yaxshiroq anglanadigan bir narsaga aylanib qoldi. Shu vaqtda bizning ba'zan bir xil dangliq o'sha gap xili o'tadigan jamiyatdagi, masalan, advokatlar, mushadiki hatto shu futbol cho'lponlari ashlardan tortib kelib bizga gap qildi uchun. Lekin shu vaqtning o'zgarishiga ergishib Avstraliya bilan Xitoyniki munosabati nacharlashga boshladi. Nacharlashgandan qanday nacharlashdi deganda bu xuddi eski yotqanniki mezini tatqan sirliqqa tezi chiqqandek bu Xitoyninki Avstraliyaning ichiga singib kirib buzg'unchilik qilgan ahvoli, bu ishbiyonlik masalasi kelgan chog'da bu barbara chiqishga boshladi, bu sesishga boshladi. U xil ahvol ostida Xitoy darhol
bu hazır şu kuluda babuğa Uygurluğuna xuddi özleriniki hostage alet ilib oldi de. Onda qilgan chaqda sen agar mushnal qilaveradigan bo'lsam, unda men sening adabingni bermayman deb har bir qitim bir ish chiqsa darhol berib, shu bizningki ash qo'lidagi Uyg'urlarninki ay uyiga berib, ashni ya bo'lmasa yolg'on yapıdaqdan bir ash saqchixonaga akirib, azoq gap so'rgan bo'ldi, uni buni qilib azoq tahdidsil yana uyga qaytarib Aslında ahvallar bo'lib turadi. Endi bu mening farzimda hozir biz bir yangi davrga kiryapmiz. Hozir bu Scott Morrison o'zining haqiqiy endi true color deymiz, haqiqiy o'zininki nemiz nochiligini ko'rsatuvchi bu. Maishni ya mening deganimda qilsa, mening deganimda qilsam, mana hamsa deb hozir bir 20 davlatni buniki Xitoyga qarshi qiliblar, qarshiga o'tkazadi bu. Unda qilgandan keyin hozir mushturqining o'zida Avstraliya muş bütün 18 ayının içindeki en güçlük vakti. Muş kıtım eğer biz yeni bir kıtım hükümetin aldığı kirip ma meselesimizin bizdeki hal kıtmagan bolsam desek belkim bizning muş meselesini yani Xitoyni aldığı taşlay olishi mumkin. Muş başka meseleler qo'shibchi. Endi muş bir ehtimollik var. Lekin Muşqitim yani fursatını ketkizib o'tib qolsa, xuddi yana bir bu qaynab to'xtab qolgan bir cho'gindek ashna bir ahvolni yana keltirib chiqarib qo'yamiz o'zimiz. Shuningla u bizning qarindoshlarimiz shu qavilib qolgan yerda qavilib qolgan ketib, yana turib ketish ehtimolligi bor. Haqiqatan bizning hozir oilada mushadiki qolib qolgan masalan onasi bilan bolasi ayrılib ketgan, bola bilan hatto ona ayrılib ketgan, er bilan ayol ayrılib ketgan ashna ahvollar bor. Nayt qiyinchilik. Mening farzimda endi ash oilalarning hammasining materialini bir qitim yig'ib, yana qayta bir qitim ashlarniki bir evaluate deymiz, oila bo'yicha bir materialni to'plab yezib, mush 2 yil oldi hozir bu masalaga xeyli uzoq bo'lib qoldi. 2 yilning yaqin mush Avstraliyada turayotgan oilaga nisbatan qanchalik darajada ziyonniki. Bu ziyon iqtisodiy ziyonlar emas. Bu tan salomatlik masalasi bor, ruhiy sog'lomlik masalasi bor. Bütün aileninki mesela çukuluk ketdi bu aile. Muşlarning hammasini bir materialga to'plab bersek, buni bu Xitoyning oldiga bir tashlasa, bu yana bir qanday bir masala yuz berishi mumkin yoki bo'lmasa qanday natijaga erishishimiz. Mencha hamda ashu bizning bir qilishga tegishli ishimizda shu qoldi deb qarayman. Bu bir demokratik devletninki özünün vatandaşlığı sahip çıkamaslık buradaki içinarlık ahval, bu Hüseyin meselesi olsun, siz tesirligen içinarlık ahval olsun, şu Ford Corner'daki tesirlengen hikayelerini ağızdan anlatıda adamdan geldi. Hakikaten jürgizli gerek bir vaziyet. Bizden bu görülmenlerden birkaç sual oturgu çıktı. Müttellip Uyguristanlık bir görülmen Mehmet Tohta Efendi'nin bundaq bir sual soraptı. Kanada hükümeti Xitoy bilan bo'lgan munosabatda bek passif bir o'rindimi? Chunki 2019-yilda Xitoy davlati Kanada vatandaşı bir aqtallikni kechiktirib o'lim jazosi hukm berdi. Buningga qarshi hukumat bek besim ishlatmaganda qildi. Buningga siz qanday qaraysiz? Bayatın deb o'tib ketdik. Yani bir emas, Kanada vatandaşıga rahal şu zehirlik, çekimlik, etkisçiligi degende qamlashmagan bahanalar bilan burun bularni sotlab qo'ygan. Sotlab 15 yil shuna kesgan. Lekin oraliqda menvanjo tutilgandan keyin qaytadan nima sotni nima qilmasak bo'lmaydi, bu yengilroq qolibdi deb o'lim jazosi berdi. Şunlaşka bu meselede bayattan biraz dep ötüldü. Kanada hükümeti hem acizlam emas, qo'lidan keladigan nima bor degan Xitoyga besim qilganga bir ko'zir topolmadi. Agar ko'zir bo'lsa bir davlat ish yurtida. Bu bir. Ikkinchidan Xitoyning uni nima deb o'lim jazosi kesganligini bildi. Ya'ni Xitoyning birdan bir maqsadi Ming Vanjoni qutuldirish. Ming Vanjo qutulmasa, agar Kanada Ming Vanjoni Amerikaga o'tkazib bersa, bu bayatın Nurgul xonim deganda koni chaponning mezi chiqqanda Xitoyning
Muş İran bilen boğan, anadaki Amerika'dan yukarı texnika oğurlagan muş uçurlarının hemmesi bu qara qutu minvencu. Xitayning birdan-bir ansiraydigani shu. Çünkü Amerika'nın İran'a yürgizgen bir ambargosu var uzundan buyon. Huawei yani Xitay bu ambargoni buzgan. Anadan keyin bu Huawei'nin bütün maliye işlerini başboğani Meng Wanzhou. Yani Meng Wanzhou adatlik şahs emas Xitayda. Şunun için bu Meng Wanzhou'nu tutgandan keyin Kanada hükümeti Amerika'ga ötküzüp beriş Amerika'nın şu talebi boyunca Xitay qo'ldan kelgan. Hozir hech qanday bir Kanada vatandoshini Xitay taqi Meng Wanzhou'ning ishi tutmaguncha men qo'yib bermayman. Deb uning Kanadaning ojizligi, kuchlikligi emas. Bu meselede hamda Kanada çokum qo'ldan kelganini qildi, lekin Xitoyni uni qo'yib berishga qistig'idek hozir qo'lida bo'lmay qoldi. Ma'ni yana birisi Kanada bu yerda nimalam emas. Menimcha Kanadaning hozir tutayotgan yo'li passiv, qo'rqoq, urkak holatda yani. Yana bir qadam bassam, acaba Uyg'urlardan bir ish qilsam, ondaq bo'ladimi, mandaq bo'ladimi deb, ama Justin Trudeau'ning bo'lsin, Tashqi ishlar ministrinin olsun, bularning etrafidagi maslahatchilarimi shu qo'rqoq odamlar. Hozir shu tanqidlarning ko'pimi shu maslahatchilarga bo'layotdi. Ya'ni qo'rqmay onangdan turmamsa aqayga kelib hozir Kanadaning shu Liberal Party ishidan bor bu narsa. Yana bo'lsa Kanada, Yevropa, Amerika qatorliq o'zining ittifoqdoshlari bilan mushaqqada jiqroq kuchlik bir munosabat shakllantirib, oqidan bir terak, ya'ni yo'llanchukni kuchli qilib, anadagi nima qilaman deb shuni bilan gaplashyapti. Yapımdan Sattar Saatısındaki bir kardeşimiz bir mesaj verdi. Hem sual hem mesaj. Ben Japonya'dan hatizatını aldı bilen Japonya'da yaşayotgan birisi bu dostum bilen Ahmetcan'dan yıllardan beri Uygur davasını Japon'da tanışı için tinimsiz halda körüslükten kırışçılık ve ecil için bu fırsattan faydalanıp rahmet eytim ben. Nurgül Hanım'a bu münasebeten bir sual sorsam deydi. Nurgun devletler Uygur meselesi kızıklatıdı. Bununla masaj için Uygur faaliyetçiler, teşkilatlar en mühim de kılıç değiştiren mesele neyim o? Bunu da ki yine sizge koşap ettim şu Avustralya'da yeni bir dostumuzun İdris Mecid şu Avustralya'daki lobbycilik faaliyetleri hakkında sizden kanun ötküzüş, magnetik abi biraz düşünce vergentiniz. Keyin qadam to'g'risida bilishni xohlaydigan, shu to'g'risida tushuntirasizmi? Birinchi savolga, Yapondan kelgan savolga. Mening farzimda bizda hozir tashkilchilik bek ojiz, hamkorlash ojiz, tashkilchilik ojiz. Endi bizniki shu tashkilchilikni biroz kuchaysak deb qarayman, yana birisi bizda strategiya yo'q. Masalan, biz qaysini oldinga xato qo'ymiz, nimani oldi bilan tutish kerak. Masalan, davlat bilan Xitoyning o'rtasida farqi bor. Masalan, shu Yapon bilan Avstraliyaniki bu ikki davlatga qarasaqmi, bu ikki davlatda biz birlik qila oladigan nurg'un ishlar bor. Masalan, Avstraliya, Yangi Zelandiya shu okeani tarafda. Masalan, Amerika, Yevropa bilan bizni selishtirsak, ba'zan bir ishni biz birlik qilsak, EUning ishiga biz ta'sir ko'rsatamiz. Unda bo'lganda bu hamkorlik bormi yo'q, hozirgacha bizda hamkorlik yo'q. Buni qanday qilish kerak? Buni bir o'ylash haqida ish biz. Shunga hammadan o'z oldiga mandaq ish qilavermay ba'zi vaqtda biz mandaq bir yerga kelib, ishimizni bir yerga kelib, bunda bir sal sistemliroq plan tuzib, planni strategiyalik aldı qadam bosqichidan bo'lib turib, ashuni amaliylashtiralaydigan bu gap qilishlar emas. Kalid bir narsa o'ylashlar emas. O'ylagan narsani harakatga aylantirish kerak. Ashuni bizda bir hamkorlik yo'q ashuningda-chi. Endi bu hamkorlik ojiz bo'lgandan keyin bizning aramizda ko'p uchraydigan masala birisi azoq yangi narsa deb bo'lguncha uni qabul qilolmasdi. Qabul qilmagan keyin uningda bir reaksiya holatda gap qilish, fikr qaytarish. O reaksiya qilingan narsaning hammasi odatda oldida hujum bilan boshlandi. Shuning bilan boshqalarningki, masalan, aktivchilik, suvoq suv ichish yoki
ba'zanlarning hatto shaxsiyatiga hujum qiladigan ashuna bir nachar bir holatda o'zimiz shakllantirib qo'yamiz. Şu anda mening farzimda buni yangilam tashkilchilikni oldin qatori qo'ymay, hammaning fikri o'xshab ketishining hojati yo'q. Agar fikr o'xshash fikr o'xshash odam bir yerga kelsa, u mag'lubiyatning furg'ini beradi-ku. Unda işte hech qanday natija chiqmaydi. O'xshamagan fikrdagi odamlar agar bir yerga kelib, ash o'zining harakatini bir-birisiga moslashtira olsa, demak, ma'u g'alabadan derak beradi. Şuna biz mayli qaysi davlatda bo'lishimizdan qat'iy nazar, qaysi qit'ada bo'lishimizdan qat'iy nazar, biz agar bir yerga kelib, fikrimizning o'xshamasligi, harakatimizning har xil reyangiz bo'lishidan qat'iy nazar bir yerga kelib, agar biz fikrimizni bir yerda jo'g'ra olsak, demak, shu menimcha eng yaxshi usul deb qarayman. Hozirgacha biz undaq saylovni barpo qilolmadik, bir yerga eklanmadik. Shunga mening umidim hamda cho'qim bir saylov bo'lsa, aslında bir fikir almashtirish, bir strategik oldimda bir o'ylashib, bir narsani plan bilan qiladigan aslında bir ahvol bo'lgan degan umidim bor. Bu. Hamda ikkinchi savol, Avstraliyadagi lobbichilikka kelsak, Avstraliyadagi lobbichilikniki hozirgi bizniki Uyg'ur masalasi kelgan chog'da menimcha eng yaxshi holatda hukumat eng chiqib vaqt deb qarayman. Chunki bizniki parlamentning ichidagi har bir parlament a'zosini oldiga kelayotgan uchur Uyg'urlar to'g'risidagi masalalar burunga qaraganda men uni ko'p desam, mubolag'a qilayotgan bo'lmayman-ku. Ondan keyin bizning masalasimizga kelgandimi, parlamentning ichidagi men shaxsan o'zim bir mana debriefing deyman. Aslında berdigan o'zimniki vaqtim bor. O'zim kirib bir qancha parlamentning a'zolarini yoki ministrni bir yerga yig'ib, odatda o'zim debriefing bera olaman. Aslında bu ular hargiz yo'q demaydi hozir. Burun bo'lsa, uni aslında bir vaqtni topmoqni aytib tasdi. Agar men aslında bir nimani bo'shnamada bir yig'in bordi, agar men sizning qishimga kirishsam, deb men o'zim agar yig'inni iltimos qilsam, odatda uni yo'q demaydi hozir. Şunun qaragan chaqda men shundan ko'rmanda bizningki masalamizga nisbatan muhim deb qarashlik, bizningki nimamizni o'zining bir ajendasi kirgizganlikniki aslında ifodasi deb qarayman. Shunga u bizningki agar bir ish qilayli Avstraliyada o'xshamagan jamiyatningki o'zimizningki fikrimizni, harakatimizni bir yerga kelib biroz tashkilotchilikni shakllantiraylik, sistemalar qilib bu ishimizni yana kengaytirsak, buni Mandaqcha aytganda da bozor bor bizga. Bozor yo'q emas. Demak, bozor bor, xaridor bor. Bu demak bizda hozir savdoga ekan. Shunga bizda bu siyosatchining bu lobbichilikning savdoga kerak. Shunga agar kim xohlasa, men bilan aloqa qilsa, uni qiladigan ish bekdir. Rahmat. Bu nimani shu Kanadaning hozirgi bosh ministrininki shu multicultural, ko'p madaniyatli millatlar masalasida pozitsiyasi yomon o'choq, musofirlar masalasida yaxshi siyosati bor. Menda to'xtapandim shu dunyoning har qaysi joylarida shu sizning yangi qurgan projektingiz munosabati bo'lsa, bak tafsilotga kirishni xohlasangiz, umumiy tushuncha bersangiz bo'ldi. Agar Amerikadagi masalan Uyg'ur siyosiy qonunini o'rtaga chiqarish tez bo'lsa, tez deb qarasa, bak nozik masala deb qarasak, yetarlik parlamentda uningga nisbatan harakat qilinmaydigan ahvol ostida yoki mavjud qonunni ijro qilinmaydigan, Magnitsky qonunni ijro qilinmagan ahvol ostida shu Trudeau hukumatiningki shu shaxsiy qiziqishi, bu populist platform o'zininki davlat ichidagi siyosiy mavqesi bo'yicha shart to'shqan Uyg'urlarni başka devletlerden musafirlikka ko'chirib kelish mumkinmi? Executive order bilan. Bu savollar qarindoshlarımızdan çok nim bo'ladi, ayrimli yo'lda. Bu meseleni biz başlattık endi 2017 yıldan başlap. Men qarindoshlarga murojaat qilib 2018 Türkiye'ye qadam qo'ydim.
bu işlerini başladık. Hazır hem de kayrindaşlar bilen bizden oturumuzdaki bir fark var bazıları bilen. Bu kayrindaşlarımız tizimlatkandan keyin men Kanada ketdi yani. Bak aslında bu dep şuna xiyalga kelgan. Bu işning bu tizimlanib insanlarning bir mancha edem deganda ma edem qo'limizda bunday qiyinchilik va deb bir tuzilib, ortuzlashtirib, doklatlashtirilib, hukumat sunib bu ish qilish jarayonini bu qarindoshlarimiz bu Kanadada asalli tutdi bu ishlar deb o'ylab qolgan tarafı bor. Albatta, Kanada bir super power emas. Ama Kanada shu G'arbning asosli davlatlaridan birisi. Endi shu g'arb davlatlari ichida ko'chmanlik masalasiga ishigini hozirgacha shundoq avvaldan uch tutayotgan birdan bir davlat Kanada. Yana birisi Kanadalik Uyg'urlar nüfusi ba'zilar 5 mingdaydi, ba'zilar 4 mingdaydi. Men shu 2 ming atrofida deb qarayman. Shuna bo'lganda Kanadaning bu Uyg'urlarni agar yaxshi boshqa millatlarga o'xshash, masalan Suriya, boshqa agar yaxshi biradamning lashi Kanadada Uyg'urlarni yo'lab, shundoq bir nim bo'lsa, u Kanadaga Uyg'urlarni ekilish imkoni bor. O yo'q emas. Bizning qilayotganimiz dal shu. Endi hozir hech bo'lmasa Turkiyaga qarindoshlarni yo'llab, bu 11800 odam, biz asli 3000 odamdek bir sinabga tizimlaylik, shuningga bir materiallarni ratlab qilgan kuchimiz yetsak, u bir hafta o'tganda 11800 odam tizimladi. Lekin niye keldi? Qanday bo'lsin, arxivlarni ratlab qarindoshlarimiz kechikindi ishildi. Qarasa qilgan takrorlangan insonlar bekchiq, uni o qarindoshlar tizimladi de biz onu ağırıp kelsak 6500'dek mustaqil hamda takrorlanmagan nimalar chiqdi. Bu endi 1300 oilaga to'g'ri keldi. Bunun ichida shu 1300 oilaning ichida yani 20%dek insonlarning uchuri xato. Masalan, tug'ilgan yil aytib desa 2049-yil deb yozilgan. Balasining tug'ilgan yil aytini 2029-yil. Shunda uchurlar yamanchiq misol beryapman. Endi biz onu taxmin qilib qarasak xato, ama to'g'risini taxmin qilolmaymiz. Buni yana arishga to'g'ri keldi. Arib chunki hukumat sunganda buni u uchurni unda sung'ilmaydi. Ondan keyin bu qarindoshlarning uchurlarini yolg'iz ma pasportining kopiyasi ma ismi deb unda sung'ilmaydi hukumatga. Her birisiga ayrim bir arxiv tug'izish kerak. Ma adam ma o, aloqalashmasi ma o, mancha adam, beshida munda ish, salohiyati ma o degandek-ku. Bir maxsus bir nima qilish kerak. Hozir endi shu Uyg'ur musofirlarni qutqizish fondidan 4-5 qarindoshimiz ishini tugatib, kech kunduz mushlarni qilib hukumatga yo'llandi. O'tganda yili bizning qurultay raisi Dolqin Aysa kelganda tashqi ishlar ministri yordamchisi bilan ko'rishdik masalada. Undan birimi bizda kelgan. Buni har doim deb keldik. Endi hozir meselede koronavirüs dedik, hükümet işlemeyi. Hükümet işlese mesela birinci tutulduğu işimiz şu. Yani o Türkiye'den tızımlap gelgen qarindoshlarning bir kur materiallar etlendi ama onu professional bir işleş gerek yani. Her birisiga ayrım arxiv to'g'izib. Nim qilgandan keyin bu ishlar hozirmi mengavatdi, lekin hukumat bu bir ishlarni qildi. Hech bo'lmasa Turkiyaga ish qitim adamayapti endi. Shu miyadagi Kanadadagi Uyg'urlar degandekmi avval yoki qandaydi. Ish qitim adam badi, ular hukumatga dokladlarni bergan dokladlarning 95% yaxshi endi. Bu insonlar haqiqatan qiyinchilik turibdi, aqayqa. Lekin 5% nayta qamlashmagan gaplar bor. Buni bu qarindoshlarga o'tgan dedim, yana qayta deb qo'yishimning ziyni yo'q. Chunki ba'zi qarindoshlarimiz men yashash shaklim mush bu dunyoning hammasida yashayman deydigan qarindoshlarimiz bor. Mening erkinligim, albatta erkinligi. Lekin Kanadada qo'rqadigan bir narsa bor. Amerikada ya Yevropada irqchilik, oqtalik, irqchilik va yuqori bo'lmasimi? Kanadada bor bu narsalar. Har qanday g'arb davlatida bor. Agar biz Kanada hükümetinin qo'rqaydigani ba'zi, yani bütün Uyg'urlar deb aytmayman, yani chet eldan bag'allarning ko'ziga chiliqadigan Turkiyada bir manzara bor. Agar bu insonlar shunda to'polab kelsa, Kanadadagi oqtalik irqchiligini oshirib o'tadi, jamiyatda bexatarlik meselesi ve muhimsizlik paydo qilishga rol o'ynashi mumkin degan reportda, hukumatga bergan reportda qisqarilgan bir jumlalar bor. Bizning biraz bearam qiladigan narsalarimiz shu. Shunlashga qarindoshlar buni
O ismimni yolladım, ketimen emas, qarindoshlarımızning ishlayotganligi tushunish kerak buni. Ama vaqt aldığanga tushunish kerak. Hukumatga agar qoyil qilsak, Kanada ularni ekagili bo'ldiganligiga tushunish kerak. Men o'ylaydiganim shu. Rahmat. Ahmetcan, bu Covid'den keyingi dünyada turaydi hozircha qachon tugaydi hech kim bilmaydi. Bilaman deydigan odamdan birini anglab boqmaydi. Mesela bu Covid'den keyingi dünyada bu ishlab chiqarish bazılarını Xitoyga qurib olgan davlatlar söküp chiqarish yoki bo'lmasa supply chain deymiz inglizcha. Shuni o'zgartirish bir tusi kirib qolsa, yaponliklarda shunday bir ishlar bormi? Mesela hozir Yevropa Birligi, Amerika, Yapon, hatta şu made in Japan, made in US deb mal chiqaradigan davlatlar Xitoydan o'tdi degandan ketyapti. Vyetnamni da'vatidi, Meksikani da'vatidi, boshqa davlatlarni da'vatidi. Agar shunday bir do'lqin chiqsa, yaponliklarda mushtaq ishlar bormi? Buningki ta'sirini aytib cho'ng bo'ldi. Dunyoda hozir supply chain bu hozirgi meselenin hal olmayotganlikning asosiy sabablaridan biri deb, masalan bu sog'lomlik uskunalari, dorilar Xitoyga bog'lanib qolgan uchun bitimni munosabatni o'zgartirish kerak. Yana bir mushtaq shu pastaydi. Buni yaponliklar qanday bir harakatga munozirada bo'lyapti. Yaponliklar bu Xitoylar bilan bir necha qatim munosabat har bir yiriklashsa bir qatim Xitoy bilan bo'lgan beqindilik sanoatiyati bu masalani targ'iblashtirish kerak, boshqa yerlarga yetkazish kerak degan narsa bir qatim to'lqin bo'lib ko'tarilib chiqadi. Bu qatim bu virus masalasida yana bir qatim bu masala o'tirib chiqdi. O'tirib chiqib endi Yaponda, Amerikada va boshqa bir qism g'arb davlatlarda ko'rilgandek bu virus sababidan Xitoyni jazoga tortish kerak, bundan hisob berish kerak degandek suranchi o'qonlar yo'q. Fuqarolarning orasida bo'lsinmi, siyosiy sahnada bu tabassumsizlik yo'q. Ama shu yaqinqi biz xabarlardan qaragan chog'da Abe hukumati bulutmuş sanoat mahsulotlarini uşaq zapchastlarning Xitoydan kirgizilish nisbatini tövəltiş kerak. Bunu şu zapchastlarni ishlaydigan uşaq zavodlarni Sharq Janubiy Osiyodagi boshqa Vyetnam, Tayland va boshqa davlatlarga tarqatlashtirish kerak degan planga tutish qildi degan narsa allaqachon gezlar chiqyapti. Şuna bunu başladı yakomuz müşteri bir planını az bir üzerine allaqachon qo'yib, şunu tutish qildi deb qarash kerak. Rahmat. Bizning vaqtimiz to'shaydi deb qoldi, ammo orqada turib qo'ydigan, ta'kidlab qo'ydigan bir qancha masalalar. Birisi balkim ko'rmanlarda diqqat qilgan bo'lishi mumkin. Bu qatimqi bu o'rlashtirgan bu chain zanjir yig'inida bir cho'ng alaylik bor. Bir Uyghur tilida ilib berilyapti. Yo'qolish girdog'iga kelayotgan milliy madaniyat tilimizni mana shunday qo'g'daymiz. Uyghur tilidami she'r yozishdan boshqa siyosiy suhbatlarni yetpag'an o'rdu degan bir bishoratni ilishinglarni tavsiya qilaman. Biz Uyg'urlar doim dedi bizning tilimiz she'riy til, adabiy til, siyosiy kelimalar ancha ko'p emas. To'g'ri muvofiq kelmaydi deydi, buni shunday muvofiq keladi. Men sizlarga shuni bir eslatmoqchi bir. İkinciden bu ceza lagir meselesi de Uygur halkı dünya cemaatçılığı hazırlanmagan üçün, teyab olmagan üçün inkasıdımı yetersizlik var, ortaklık yok, önümsüzlük var. Hem de hazır ama özgür atkan dünyada müjnak söhbetler kılar. Fikir şekillense, bilim şekillense bu keyinki kademde göz aldığımız kildiğen to'sqinliklar, evzelliklar bu bizning yaxshi foydalanib oladigan bir yer ekanligini deb tushunaman. Mana hozir ekranda 4 davlatning ratidan tushgan Uyg'urning 4'imiz o'tiribdi. Bir Amerika, Kanada, Avstraliya, Yaponiya. Hammadanki har klubning ochiqchi boshqa degan so'z bor. Hammadanning bildigan narsadan o'sha o'tirib 1,5 soat ichida nurg'un narsani o'rgandim shaxsan. Şu anda mushundaq arzu bilan tasdiqlangan bir 7 kunlik konferansdan görülmelerinin tegishli bir manfaat erishganligini ko'rgim bor va shunday bo'lgan degan arzuyim bor. Undan keyin endi kelajak to'g'risidagi suhbat, qiyos, munozara bo'layotgan mushtaq bir vaziyatda ben qaysinglardan sizlar turayotgan davlatning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlik bu
aqliy materiallar bo'lsa teklif qilishinglarni tashabbus qilmaydi. Kitob postimi bo'ladi, o'yga soladigan maqolalar bo'lsin bo'ladi yoki mushu shaxsninki yozmalariga diqqat qilish kerak degan insonlar bo'lsa, taklifsan bo'lsa, mening Avstraliyada nurgul bo'ldi, do'stlarim bor. Men doim diqqat qiladigan, e'tibor oladigan ajnabiy do'stlarim bor. Bular Avstraliyaning jamiyatida ideya sohiblari. Biz Nurgul'dan ba'zilar birga ko'rishgan, men hozirgacha aloqa qilib turaman. Uni nima yasa o'qiyman. Chunki ular da'vatqanda biladigan, hukumat ta'sir ko'rsatadigan tajribali insonlar. Siz shuningda bizning ko'rmanlarga bir aqliy yetakchilik bo'lgan tashabbuslarni o'rtoqlashgan bo'lsanglar, qaysilar baş so'zni sanglar bo'laydi. Siz mening ismimni başta deganki menda. Sizniki endi men ikki kitobni ko'pchilikka tavsiya qilay. Burun bu kitap 2018-yil chiqqan vaqtida unpopular. Bu hech kimning e'tiboriga ilinmagan kitap. U chog'da nima desa 2018-yil yanlam hukumat bo'lmamış xalq arasida aldirab Xitoyni oq qora demaydigan vaqtda u nihoyat ehtiyotkorlik bilan ish tutgan vaqtlar. Şu vaqtida bizniki bir nimamiz bor, bu Nuri yaxshi biladi, Lowy Institute'dan bu chiqib o'zi universitetning ichida hozir o'qituvchilik qilayotgan Clive Hamilton degan bir kishi bor. Bu odamning bir yozgan kitobi Silent Invasion, China's Influence in Australia degan. Şu kitap şu vaqtida chiqqan vaqtida hamma odamning shu tutuni o'rqilib o'tgan bu kitap. Çünkü bu qanda bu shunday kitobni yozsa, bu Avstraliya bilan Xitoy, Chinaning munosabatiga ajoyib ta'sir ko'rsatayotganda. Hozir bu kitobniki nihoyat danqich ketib bu yil. Nima uchun degan chaqda shu vaqtida Clive Hamiltonniki degan nurg'un narsalari hozir isbotlanib chiqyapti. Shu kitobda deyilgan nuqtalar. Şuna bu kitap hozir yangi boshdan bosh ko'taryapti. Buning mayli e-book bo'lsin yoki bo'lmasa shu nimasi hard copy kitobxonada oladigan o'ziniki qattiq tashli yumshoq tashli bisilgan bo'lsin. Hozir night setilayotgan kitobdan birisi. Endi yana birisi bizniki mayatga ANU'da bisilgan Made in China yearbook deb bir kitob bor. 2018-yil bisilgan. Buningda bir qancha dangliq shu aktivistlarninki yana birisi Xitoyga nisbatan radikal ideyada turgan akademiklar bor. Shularninki maqolalarini to'plab bisilgan kitobdi. Bu kitob bisilgan vaqtda tasqagan Xitoy hukumati ANU'ga Australian National University'ga bergan pulni tatib olgan. Endi shu chog'da bu kitob bisilib qolgan. Xalqqa taqtilmaganchu. Haqiqat bekorga beraylismi, olmagan shu kitobni idishtimi qo'ygan. Hazır bu kitap, hazır qarsam o'sha yaqinda $16 chiqarib qo'yapti. Hazır sitli yutibdi. Lekin PDF'ni turdan tushasanglar, siz tushagil bo'ldi ekan. Ash kitobning ichiga qarab baqsanglar, nurg'un narsalarni shu chaqda yozilgan. Uni hozir bunda tez diqqat qilsak, 2018-yildan 20-yilga chiqishning ichida yesh bu ayrim dokladlar aylanib ketdi. Shunga shu ikki kitobni tavsiya qilaman. Agar shu hozirgi Avstraliya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatni 2018-yildan tortib hozirgacha bir o'zingizning 2 yillik o'rganish tarixini bir qarab boqay desanglar. Rahmat Nurgul, yaxshi ma'lumot berdingiz. Rahmat To'xta. Nihoyatda bir yaxshi bir boshlang'ich bo'ldi. Men bir 3 taklif beraman, 2 kitob, bir taklif. Birinci teklifim dünyanın her qaysi joylarida yashaydigan qarindoshlar o'xshamagan davlat yashaydi. Har bir aylan o'zi turayotgan davlatning shu davlat sistemasi qanday ishlayotidi. Markaziy hukumat bilan viloyatlar va noiyalar bu uni yolg'iz bexatarlik nuqtasidan emas, davlat apparatlari, qonun chiqarish, lekin sud mahkamalari, adliyalar bu munosabat degandek shundoq bir yashab qolmaydi davlatda. Shu davlatni tushunishga biroz ahamiyat bersa ekan deb qarayman. Bu birinchi tavsiyam. Agar biz davlat quramiz desak, davlatni tushunishimiz kerak. İkinci tavsiya qilgan kitobning birinchisi inglizcha biladigan qarindoshlar uchun, uni boshqa tillarda tarjimasi bormi yo'q uni bilmadim. The Case for Kosovo, Passage to Independence degan
2005 yıl çıkan bir kitap var. Bu Kosova müstakilligini e'lon qilishdan burun Kosovanın nima deb mustaqil bo'lishi kerakligi haqida shuning yo'lini solgan kitap. Buna nurg'un akademiklar birlashib yozgan. Buni ichida masalan doktor Anne de Lilova, professor Iva Bananik va Amerikada o'qigan, Yale'ni bitirgan shunday tanliq shaxslar Kosova nima deb mustaqil bo'lishi kerak deb shuning qonuniy jihatdan, bexatarlik jihatdan bu davlat mustaqil bo'lsa Yevropa qanday ta'sir qildi? Anadagi rayon tinchlik qanday nima bo'ldi? U bu degandek insonlarning kallistik savollarni hammasiga javob berib, Kosovaning mustaqillik yo'lini ochgan omillarni birisi mush kitap. Şunlaşma qarindoshlar Amazon'da bor. Tekrar mavzusini deb beray. The Case for Kosovo. Passage to Independence. Mush kitobni bir o'qib, biraz tushunchaga ega bo'lsak, davlatning qurilishi qanday bosqichlarni o'tadi ekan. Men bu ikkinchisi ko'plarimiz endi Xitoyni bilamiz, lekin ko'rganimiz bo'yicha yuzaki bilamiz. Agar biz bilgan Xitoyni ilmiy shaklda DNA'sini, genetikasini mundaq nima shaklda bilaylik desak, Rosterolning men o'qigan bir kitobi bor. Qayta yaqinda yana o'qib chiqqan. The New Chinese Empire and what does it mean to America? America'ni what does it mean to the world deb o'qisanlar bo'ldi. Ya'ni yangi Xitoy imperiyasi va uning Amerikaga ma'nosi nima degan bu Rosterol yozgan odam. Bu Rosterol nayta bu haqida bilimi chuqur odam. Şu Xitoy bilan mush Amerikaning diplomatik munosabat 1970 yillarda Kissinger bilan Joel'le o'tirdik suhbatlarga qatnashgan odam. Xitoyning DNA'sini bilgan odamlarning birisi. Shunlashda mush kitobni o'qishinglarni tavsiya qilaman. Ahmadjon. Bu soru biraz tuyuqsiz so'ralgani uchun men hozir esimga darhol kelgani. Her devletninki, biz her yerde yaşavatımız, taqdirninki, her devletninki şu devletdeki xalqlarga yoki bo'lmasa dunyoning boshqa yerlariga ta'sir ko'rsatadigan favqulodda kuchli bir madaniyat elementlari bo'lmoqda. Masalan, Yaponiyani olib aytsak, Yaponiyaning mayli o'zining kichiligi yoshlarga yoki bo'lmasa dunyoga ta'sir ko'rsatadigan bir kichik madaniyati bor. Bu nima desa, bu karton. Kartoncu. Yaponun kartonları bizim hatta biz doğduk üstten top uçup durduğun yazılarını bu dili bu şunda bir tesir güçlü iyi bir medeniyet var küçük medeniyet. Bu şunda her devlette müştak nesler bulundu. Tesir güçlü çok. Haksınız dikkatlemeyiz ama tesir güçlü çok. Biz bu davanı Uygur meselesini şu cemiyet yakımız dünyaya teknik kantırdı. Bildirip nima qilish uchun ashundaq ta'sir küçük hamma inson biz uni o'qigan ma'ni ko'rgan demasakmi o'zi qo'liga ilib o'qiydigan ko'radigan mushtaq narsalarni bayqab qiziq shularni foydalanishni bilishimiz va o'yinlab qarayman. Buni deyishim biz bir yil burun nimaniki bizniki lagerda yetib chiqqan qarindishimiz Mehrigul Tursunniki bir guvohlik to'g'ri qildik. Buni Yaponiyaga taklif qilsak, nimasi Amerikadan chiqish imkoniyati yo'q ekan. Shuni to'g'ri orqali bir cho'ng shu guvohlik o'tkazdik mahkamaga. Bu narsa o'tkazilgandan keyin Yaponiyada bir karton chizadigan ayol buni sajbrashlarini bir karton qilib chizib chiqdi-da. Bu chizib chiqqandan keyin bu nurg'un tillarga tarjima qilinib qarasangiz 8-10 tilli bir narsa. Oddiy ama bunun okulish nisbati mayli shu Yaponiya ichida bo'lsin, shu Yapon atrofidagi boshqa davlatlar bo'lsin, bu hatta Amerikaning ba'zi cho'ng gezlarini tanishtirildi deyman. Nurg'un tillarga hech kim pul bermadi. Hamma davlatning odamlari birisidan birisi anglab, nima qiladi? Haqsiz tarjima qilib, buning ko'rilish nisbati bo'lsin, Yaponning ichki sirtida cho'ng ta'sir qo'zg'aydi, zo'r bo'lgan qo'zg'aydi. Biz million pul xarjlab yaratolmaydigan bir tashviqotni qirqlab birisidan birisiga taqib ashunday mumkin. Shunday kichik ham ta'sir kuchli bo'lsa madaniyatdan qezishni har yer bor deb o'ylayman. Shu tuproqning insonlari nimaga qiziqadi deganni o'sha davoni talab qildirishda bir oshqosh qilib shundan foydalanishni bilishimiz muhim deb tavsiya qilaman. Rahmat Ahmadjon. Bu karton hakikaten Amerika'da mı bekletip görüldü. Ben bu fırsattan faydalanıp bir kitap sizlerge tavsiye kılı olayım.
Birisi endi bu memleketde devlet kuruş doğrusunda kerakli bo'lgan bir kitobni tavsiya qildi. Bu ba'zi vaqtida siyosiy sharoit muhit hozir bo'lgan chog'dami o'zi tayyor olmasa fursatni qochirib qo'ygan ish chiqadi. Fursatni qochirgan taqdirdami sistemni xato qilib qolgan ish bo'ladi. Shunga buni oldin ola bilishning bir qadam bosqichi bularni burunlarning ashta vaqtida qanday qilganligini bilish. Bu Amerika'nın ikinci Cumhurreisi John Adams'ın bir hayatı tasvirlengen kitapta David McCullough degan bir tarixshunos yazgan. Bu kitapның ismi zaten John Adams. John Adams'ınki bu kitapның ham filmi var. HBO kısanlar mini serizde 9 kısımlık. Aşını görgende, aş kitabını okuganda bir devlet kuruş için qanday qadam bosqichlar, ichki ixtiloflar qanday hal qilindi, qanday bir-biriga yo'l qo'yildi. Asıl nişan qandaq bitildi degan narsani o'rgangan oldu. Mana hozirgacha Amerikadagi davom qilayotgan asos qonuni shu Philadelphia Convention'da mush odamlarning qo'l tiqishi bilan fikri qatnashtirishi bilan 1787 yozilgan. 1787 yozilgan asos qonun hozir davom etadi. Shunga bu bir living document deb ism qo'ygan bir narsa. David McCullough şuna ait ağzını aldığı bir tarihçiler şu adamdan yazılan 2. Cumhurreis'in hayatına sanki kitapta onu bir erziden kitap. Bunun için şu Mehmet Tohti'ye Ross Carroll'ın kitabını ben okuyan bu Avustralyalı tədqiqatçı Harvard'ın Yale Üniversitesi'de 80 yaştan aşkan adam biz 2004 yılı kitabını okup Washington'da bir yığını çağırsak salamet sebebinin kilenmegen. Şuna ait mühim bir kitap. Düşmanını böl deyişini bildiğin adam için aşk kitabını okuyan adam hakikaten hazır yürütülen bazı siyasetleri gibi yakın çıkaralaydı. Yani ikinci bay yeni vaziyet gelsek Nurgül yakışıldığın bir Avustralyalı thought leader dediğimiz fikir sahibi ve adam var. İsmi Richard McGregor. Bu adam öz vaktinde Beijing'deki Financial Times gazetesindeki baş tahrir olan adam. Hatta Ürümçideki 5. iyul 40. yılda berilgen haberlerinin neticesiyle mükafatlanan bir stratejici ve bir meşhur muhbir. Bu adamın yazılan bir kitabı var. The Party deyilgan. Komünist Parti'nin. Yani bunun da bu kitabını okuyan adam, hem de hazır yürütülen siyaset, mesela bu Sücenke'nin ki Uygurlarını normal insan aylandırıyorsunuz diyen şuarlığının ki sebebinin nereden geldiğini bilgin olurdu. Şu anda bu bunda köp kırılıq bilim yetiştiriş gerek. Bu kitaptan ait bir mühim bir kitap da oylayayım. Hem de programımız 10 minut, 15 minut uzarıp ketkenliktir de bunu bir şey asıllaştırışımız gerek. Ertegelikte bu kurultayını orlaştırılan Dünya Kurultayı'nın orlaştırılan bir ertelik konferansı devam kıldı. Erteki 5. program Ömer Kanat'ın riyasetçiliğinde ilip verildi. Şu Türkiye ve İslam dünyası etkileşimi. Bunun da sözcüler Hidayetullah Oğuzhan, Sıracı Nacim, Türkiye'den Hidayetullah Nacim, Suudi Arabistan'dan Sıracı Nacim, Avustralya'dan Abdüsalam Alim. Şu erteki söhbetke kadem teşrif kılışınlarını sorayım. Şununla bugünkü program Michel akıllaşıdı. Ben bugünkü bu söhbetke alayda katnaşkan teyirli kılıp Nurgül Hanım, Mehmet Efendim, Ahmetcan Efendim'e şahsi namımdan minnettarlığımı bildirmen ve katnaşıcılarının ki sorgan suallarını minnettarlığımı bildirmen apayetini vastacıdır. Bugünkü program katnaşkınlarına rahmet. Hayırlı gün. Rahmet, hayırlı Ramazan. Allah'a emanet.